qaytadan tarqıtıldigan bo'ldinglar O'ttir Sharqning kartalari. Bola chog'larim edi, texi go'dak vaqtlarim. Qo'saqdan boshqa g'amim yo'q, top o'ynaytdim. O'ttir Sharqdagi kartalar qaytadan tarqıtılmoqda edi. Biroz cho'ng bo'ldim, baliq bo'ldim. Cho'ntikimda xiyollar, radioda ansambl va quluqimda birla ovoz. O'ttir Sharqdagi kartalar qaytadan tarqıtılmoqda. Yana azroq cho'ng bo'ldim. Gazetchilikka kichikkina bir qadam tashladim. Tunji qilgan analizimda hammani biladigandek O'ttir Sharqdagi kartalarning qaytadan tarqıtılganligidan so'z boshladim. Kasbimda goh o'rlab, goh tushib 10 yil o'ridim. Shu chaqda u tonish melodiyani parvosizlarcha hech ish bo'lmagandek tingshaytdim. O'ttir Sharq kartalari. Gazetchilikdagi 20 yil palan o'tmishni so'zlashning boshlama mezgili. O'ttir Sharq kartalarining yoqamni hech qo'yib bergisi yo'q. Karta yana qaytadan tarqıtılmoqda. Tunugun sahar Ironlik general Qosim Sulaymonining o'lim xabari bilan uyqudan ko'zimni ochdim va esimga kelgan tunji jumla shu bo'ldi. O'ttir Sharqdagi kartalar qaytadan tarqıtılıyotir. Keyin Ahmad Kayaning naqsini echib tinglashga boshladim. Yana shu ham narsadan qusur istash, yana shu g'utuldash, yana shu televizor, yana shu O'ttir Sharq. Sulaymonining suiqasdi bir qismimiz undoq, bir qismimiz mundoq. Bir qismimiz Iran bu intiqomni oladi deb ching turdik. Bir qismimiz bo'lsa hech ish qila olmaydi, kallangni upuratma deb turdi. Bir qismimiz Amerika yaxshi qilmadi dedi. Bir qismimiz ammo Iranmi bak shashlab ketgan dedi. Bir qismimiz Sulaymoni o'lib yaxshi bo'ldi deb kulgan ifoda otdi. Bir qismimiz bo'lsak, voy Amerika yaloqchisi deb la'natladik. Jubbali hojining Sulaymoniga bo'lgan nafratining manbasi nima? Xo'ja Sulaymonining orqasidan yo'q bo'pti zindiq deb yozibdi. Yana nimalar bor texi? Og'ziga nima kelsa uni variantlabdi. Daesh uchun bundoq dabdabalik gap qilmagan xo'janing Sulaymonini la'natlashining bir sababi bor albatta. Sulaymonining Halab qotil bo'lishi, Suriyadagi nurg'un begunoh kishining qinini to'kkanligi qatorliqlar xo'ja uchun bir hikoya. Xo'ja uchun muhim bo'lgani yuqorqilar emas, balki Sulaymonining mazhabi. Qatil Şii bo'lg'achqa bizning xo'ja ig'zini echib o'tadi. Shiilikni musulmon deb hisoblamaydigan bu turdagi mazhabchi ko'z qarash keyin beshimizga har xil dard elib kelishi ehtimol. Askartmadi demanglar. Ichimga sig'dira olmaganlarim. Sulaymoni bir qatil edi deb Amerikaning suiqasd harakatini qo'llash ichimga patmadi. Zalimning zalim bilan jazolantirilishi to'g'risidagi oyatdan ilhomlanib, Amerikaning suiqasd harakatini diniy jihatdan yo'lliq ko'rsatish ichimga patmadi. Amerikaning qandoqli bo'lmasin O'ttir Sharq bizdan kilometrlarcha uzoqlikda deb bilgan beg'amligi ichimga patmadi. Doim o'zimizni qotillar orasida bir tanlashga, bir yuzlanishga majbur holga tushirib olamizmi? Bu ichimga patmadi. Mazhablar aro ziddiyatning tug'ilishini zarra pisandiga olmay, Sulaymoni va mazhabiga diqqat qaratish ichimga patmadi. Ahmad Hakan, Hurriyat.